Mansur. ishlar qalay? Kunlari qarasangiz yoki zo'r. Mana kayfiyat yaxshi. Endi bo'lmasa ozgincha shu jahon chempionati haqida ozgina diskussiya qilamiz endi. Hammaga ko'pchilikka hozir butun futbol muxlislariga qiziq bo'lyapti. O'zbekiston terma jamoasi guruhi hammada har xil fikrlar yangrayapti. Fikrlarni eshitgan bo'lsang kerak o'zing ham. Kimdir O'zbekiston chiqish imkoniyatini yaxshi baholayapti, kimdir bo'lsa, kimlardir bo'lsa obyektiv yondoshaylik, O'zbekiston chiqolmaydi deyapti. Shaxsan o'zing nima deb o'ylaysan? Endi futbol bu oldindan bir narsa deyishga ham bilib olmaydi. Guruhimiz kuchli lekin. Hammani shu gapirayotganlar Arabistonni gapiryapti-yu, Urugvay. Kim yana Urugvay kuchli guruhga tushib qoldi. Ispaniya. Bizlarniki ham oson emas. Kolumbiya Urugvaydan kam joyi yo'q. Ha, Kolumbiya ham Luis Diaslar bor. Portugaliya ham xuddi shu. Portugaliya azaldan. Portugaliyani gapirmasak ham bo'ladi. Gap Ronaldoda ham emas. Nabarot Ronaldo siz yaxshi o'ynayapti-yu, menimcha oxirgi payt o'zi. Shunaqa bo'ldi. Hali tushmagan o'yinida 9 talab urib. Menga bizlar ham o'ynaymiz, iloji yo'q. Bor o'zi chiqqanimiz o'zida ma'lum edi bu jahon chempionati. Borib shu 3 ta turni ja bo'lmaganda dastoyni o'ynab bersak bo'ldi. Xudo xolasa. Men o'shini quradan keyin Shomurodov ham aytayapti, birinchi zadachamiz gruppadan chiqish deb. Endi zadacha gruppadan chiqish bo'lgandan keyin hatto shu 3 ta o'yin, dastoyni o'ynab bersa, 4 ochko biz olsa bo'ladi, lekin endi bu yangi formatda o'tkazilayotgan jahon chempionatida yaxshi yana 12 ta 3-o'rinlar chiqadi-da. Ha, yo'q. Men bilmasdim. Ya'ni 3-o'rinlar ham chiqadi, chunki jamoalar soni 48 ga yetgandan keyin 24 ta guruhga bo'lib ularni 24 ta jamoa chiqadi. Ha, 12 ta. 12 ta va u ya'ni play-offda nechotni deb bilsak-da, oddiy qilib tushuntirganda keyingi saralashga o'zi shunaqa o'tadi, 32, 16, 8, 4, 2, 1 shunaqa qisqartirib olinadi-da o'zi play-off vaqtlari. Shuning uchun hozir 24 ta chiqqandan keyin ularning yoniga yana 12 ta qo'shib beradi. 12 ta omadlilar, ya'ni eng yaxshi 3-o'rin egalari ham bo'lishi mumkin. Meni taxminlarim bo'yicha sirasi savolingga javob berib o'taman. Berilgan savoling jahon chempionati haqida. 3-chi, ya'ni 4-guruhdagi 4-jamoa bizning 3-raqibimiz kim bo'lishini bilib olganimizdan keyin shunga qarab jahon chempionatiga rejalar qursa bo'ladi-da. Har holda eng yaxshi 3lar qatoriga ham kamida harakat qilsa bo'ladi. Meni fikrim, shaxsiy fikrim, Kolumbiyadan ochko olishni Portugaliyadan ko'ra qiyinroq bo'ladi deb o'yladim. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Portugaliya har holda kuchli jamoa, hurmat qilaman. Uni yutamiz demoqchi emasman, lekin Yevropa tartibli raqibdan nima kutishni bilsa bo'ladi-da. Kolumbiyadan qiyinroqdek tuyulyapti-da. Lotin Amerikasi komandalar shunaqa bo'ladi. Shuning uchun eng yaxshi 3lar qatoriga ilinish imkoniyatimiz hali o'zi o'yin tomonlama yutqizamiz deb o'ylamayman men. Na. Asha Kolumbiyaga ham fizikasi bolalar agar jahon chempionatiga chiqar ancha bor. Shu o'yinda fizika tomonlama yutmasa Kolumbiya unaqa klubli shot bo'ladi deb o'ylamayman, lekin fizikasi baquvvat, lekin Kolumbiya umuman Lotin Amerikasining komandalari 90 minut bitta tempda o'ynab beradi ular. Bizlarnikilar bilasiz, 70 dan keyin bizlar bolalar ozgina. Endi xudo xolisa o'ylaymiz, ishonamiz, Fabio Cannavaro bu to'siq yengib o'tadi. Bu jismoniy holatimiz yaxshi, shuning uchun keldi. Menimcha trener qaysidir kamchiligi yopish kerak-ku. Bekarga kapazini almashtirmagan bo'lsa kerak, nimadir shu kamchiliklarni ko'rib chiqsa kerak. Shu kamchiliklarni ko'rib chiqib, raqiblardan kelib chiqib, endi u ham hozir uyda o'tirib reja tuzayotgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa Roberto Martinez ham aytibdi, Portugaliya treneri. Cannavaroning komandasiga hurmat saqlagan holda aytamiz,
unaqacha kuchsiz deb o'ylamoqmiz debdi-yu. Ha. Belgiya. Ya'ni Portugaliya. Portugaliya. Belgiyalik mutaxassis. Endi ashi gapni o'zi ham Yo'q. aytadiki, ular seriozda o'ynaydi biza bilan demoqchiman. Ana outsiderga qaraganda unaqa emas-da. Seriozda o'ynashadi, shundan bizlar ham bor e'tiborimizni shu bitta o'yinga qaratib, umuman shu Kanavarini aytayapman. Hamma kamchiliklarni iloji bo'lsa yopib, 3 ta o'yinga hamma rejalarni, bor aqlini, bilimini ishlatib Harakat qilish kerak. harakat qilsa zo'r bo'ladi. Endi ozgina ortga qaytsak-da, tarixga nazar solib, O'zbekiston terma jamoasini bosib o'tgan yo'lini, aynan shu jahon chempionatiga chiqish uchun bir eslasak, shirin xotiralar bilan, chunki bu yo'l hamma uchun bir xil zavqli bo'ldi, shavqli bo'ldi. Yana o'sha emotsiyalarni eslasak, jahon chempionatiga chiqqan kunimiz, Birlashgan Arab Amirliklarida raqib maydonida bayram qilish, qiyinchiliklar, muxlislar bilan bo'lgan qiyinchiliklar, yana boshqa masalalar va shu fonda terma jamoamiz jahon chempionati chiptasini qo'liga naqd sifatida jahon chempionati chiqyapti. Umuman o'sha birinchi bosqich, ikkinchi, uchinchi bosqichlarni kuzatgansan, baribir muxlis sifatida bilaman, juda qattiq muxlislik qilasan terma jamoa va Real Madrid. Nima deysan o'zingda haligacha qanaqa hozir Menga eng yoqqan o'yin aytaymi shu Jeribevkada Madborda Qatar bilan o'yin bo'ldi-yu, oxirgi tur. Ha, 3-0. Chiqib bo'lganimizdan keyingi shu o'yin yoqdi. Hech qanaqa bosim yo'q, bolalarda faqat futbol o'ynash kerak. Zo'r o'ynab tashladi. Misol uchun Qatar ham unaqa kuchsiz jamoa emas-da. Qatar jahon chempionatiga chiqdi. Aynan o'sha Birlashgan Arab unaqalar Skovkalarda o'ynab chiqdi-yu. Birinchi o'rinni olib, guruhdan chiqib ketib qoldi ular. Shu o'yin yoqdi-da, mana O'zbekiston bizlar sborniyimiz o'yini yoqdi. Hech qanaqa bosim yo'q. Zo'r. Har o'yin tomonlama ham boshqa hamma tomonlama ustun o'ynadi-da. Mana bu ustun udarlar, varatarlarimiz ham seyflar qilib zo'r o'ynab qanaqadir jahon chempionatiga shunaqa borish kerak-da. To'g'risi. Bolalar baribir gruppadan chiqa olmaymiz. Bor o'yiningni qilaver deb o'ynatish kerakmi? Bosimsiz. Ha, bosimsiz. Zo'r o'ynaydi bizlarnikilar shunda. Arablar bilan bo'lgan o'yin zo'r bo'ldi. Har doim shu arablar bilan biz qiynalganmiz o'zi oldindan. Ular o'yin stili shunaqa, ular oldindan hali ham shunaqa ekan, mana o'yindan oldin boshlashdi. Qancha muxlislar kira olmay. Baribir stadionda o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, yarmi bo'sh turdi-da stadionda. Shunaqa ekan, kirgizurmaydimi? Bundan ko'ra to'la turmaydimi? Ularga farqi yo'q ekan. Bu tomonlama haligi. To'g'ri, arablar pulni o'ylamaydi hech qachon. O'zi bunday olib qaraganda hukumat, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari futbolchilar uchun qo'lidan kelgan barcha yordamni qildi. Pok, nopok yo'llar bo'lsa ham, muxlislarni qiynab bo'lsa ham terma jamoamizga qanaqangidir shu tashqi kuchlar bilan shu bosim o'tkazib, lekin baribir yordam bermadi. Baribir futbolda haligi mayda detallar bo'lmaydi deydi. Shunaqada psixologiyasiga ta'sir qilmoqchi bo'ldi. Gap yo'q, shunda ham. Lekin bizani ham aytib o'tish kerak, hozir kunda so'nggi yillarda olib borilayotgan futboldagi siyosatimiz zo'r. Hozir zo'r. O'zi qancha nimaga ko'proq jahon chempionatiga chiqishimizda ko'proq nimalar aynan rol o'ynadi? Nima sabab? Nimalarligini bilmadim, aka o'sha pishuvdi-da. Ana o'yinlarda bo'ladi, bitta komanda hujum quraveradi, gol urgandan keyin o'zi bitta golli o'ynayotdi deymiz. Chiqmasa bo'lmasdi. O'zbekiston Osiyoning eng kuchli komandalaridan 8 taligiga kiramizda har holda. Aka 8 tadan past. Mansur, endi sekin o'zimiz bizning auditoriyamiz, bizning qadriyashimiz detskiy futbol, ya'ni yoshlar futboli, bolalar futboli.
shu atrofida ozgina savollar bersam-da, o'zing qisqacha o'zingni shu bilan yoshlar futbolini haqida ko'proq anaqalar qilamizda, kontentlar, yoshlarni o'zini kuzatib borasan. Yaqinda Samarqandda bo'lgan musobaqalarga ham borib, o'zing o'z ko'zing bilan musobaqani ko'rding, bolalar ichida yashading. O'zingni o'g'ling ham shu yoshlar futbolida o'zi nima deb o'ylaysan? Sizlar davridagi yoshliginglardagi bo'lgan futbol bilan bo'lgan shart-sharoitlar bilan hozirgi shart-sharoitlar, umuman futbol qanaqa, qay darajada? Ya hozir yer bilan osmonchalik farqi bor. Bizda paytda ham yoshlar futboli bo'lgan, lekin bu darajada oddiy mana shu ekipirovkalar, mana kiyimlar mana shu kuni Samarqandda uncha bo'lmadi. Mana hozir oxirgi qilgan musobaqalarda ham hamma bolalar bir xil kiyimlarda, kaptoylar ko'p, hamma bolalar ham mana butsilarda, sarakanoshkalarda o'ynashyapti. Zo'r. Hozir bu sharoitlardan foydalanib faqat yaxshi shu ustozlarini aytganini qilib disiplinaga hozirdan o'rganib katta bo'lsa kelajakda qiynalmaydi deb o'ylayman. Bizni paytdagidan ancha hozir rivojlangan. Hozir akademiyalar mana Juventus akademiyasi, Real Madrid akademiyasi o'zimizda mana. Oldin unaqa akademiyalar bo'lmagan. O'sha Paxtakor bo'lgan. Даже bunyodlar ham ancha keyin ochilgan akademiya edi. Hozir mana eng zo'r akademiyalardan biri bo'lsa ham ancha kech ochilgandi. Bunyodkor ham to'g'rimi? Ha. Hozir sharoitlar zo'r. Bemalol foydalanish kerak bu sharoitlardan. Aynan, to'ppa-to'g'ri. Mana Yevropaga ketishlar ham oldin unaqa Yevropada futbolchilarimiz bo'lmagan-ku. Arabistonga ketsa xursand bo'lardik o'yinchilarimiz. Hozir mana Cityda mana Husanov juda katta yo'l ochildi deb o'ylayman shu Husanovdan keyin. Bundan keyin Yevropadagilar ham ko'rishyapti-da, O'zbekistonda degan davlat borligini, O'zbekiston degan davlatda shunaqa o'yinchilar borligini ular ham o'ylasa kerak, bitta Husanov mastur yana bordir deb. Zo'r yo'l ochildi-da, keyinchalik bemalol Yevropaga haligi o'ylashga ham qo'rqmasa bo'ladi. Oldin o'ylashni o'zi aniq edi-da, Yevropaga ketishi qiyin masala edi. Hozir mana bemalol Cityda o'ynayapti, mayli. Asnovda o'ynamasa ham ahvolda shu klubdaligini o'zi bizga yutuq, ancha yutuq. O'zi nima deb o'ylaysan, hozirgi kunda shu narsalar bizning yoshlarimizga, umuman O'zbekistondagi barcha yoshlarga motivatsiya bo'la oladimi? Ya'ni qayergadir o'sish uchun. Zo'r motivatsiya. Yo'q, hozir men shuni aytaman, men ham bora olaman. O'ynasa bo'lar ekan shu City, Real, Barcelona degan komandalarda o'ynasa bo'lar ekan degan fikr bo'ladi-da bolalarda. Oldin aytaman, даже o'ylashni o'zi xato bo'lganda, Yevropaga borib, O'zbekistondan chiqib Yevropada o'ynash. Hozir mana bemalol. Endi to'g'ri Shomurodov mana birinchi ketganlardan, lekin City darajasi ancha baland-da. Shu yerda mana bemalol masturuni o'ynayapti har holda. Guardiola yana kuchli murabbiy qo'lasida. Kuchli murabbiy qo'lasida zo'r. Husanov o'zi uchun ham o'sishiga zo'r trenerning qo'liga bordi-da. Bundan buyon bizlar yoshlar ham shuni ko'rib bemalol faqat shu yaxshi shug'ullanib borsa bo'ladi-da. O'zim ham mana o'g'lim futbolga qatnashganda shunaqa nimaga qilmayman, shunaqa orzular qilib yuraman-da. Bemalol ota sifatida bu narsani naqs bo'ladi, kuchli bo'ladi. Ketadi Yevropaga yaxshi o'yinchi bo'ladi deb o'ylab yuramiz-da. Inshaalloh. Ko'z oldimizda bo'lyapti-yu mana. O'ynashyapti Yevropalarda bemalol asnovda bo'lmasa ham tushib maydonda harakat qilyapti. Xudo xolasa chiqadi yoshlarimiz hali. Mana shu jahon chempionatiga chiqishimiz ham oddiy hol bo'lib qoladi deb o'ylayman kelajakda. Misol uchun Yaponiya, Koreyalar gruppadan chiqish zadacha qo'yilmasa kerak, hozirgi kunda ularga, to'g'rimi? Ular уже gruppadan aniq chiqamiz jahon chempionatidan deb haligi nima deydi, отборочный boshlanganning o'zida shunaqa
plan qo'yishsa kerak. Zadacha bo'ladi o'sha. Ha, jahon chempionatiga chiqamiz, aniq. Va gruppadan ham chiqamiz degan zadachalar qo'yiladi-yu. Bizlar ham kelajakda shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. Va chunki o'zim ko'rayotgan mana yoshlarim, yosh futbolistlar juda borda, zo'r bolalar bor. Hozir o'ynayapti, mana ko'zim bilan ko'ryapman. Xudo xolasa kelajakda man shu hozir tempda ketsa zo'r futbolist bo'ladi deb o'ylayman. O'zinglar shug'ullantirayotgan bolalar ichida ham bolalar bor. Bemalol. Yevropa darajasiga chiqadigan bolalar bor-da. Inshaalloh. O'zi ko'pchilik mana shu davrgacha bo'lgan ko'p futbol bilan shug'ullangan, hozirgi kunda futbolchilik faoliyatini tugatgan bizlar qator tengdoshlar, bizdan keyin o'ynagan, misol uchun Doli yoki mana hozirgi kunda shu Baxtiyor, yana boshqa futbolchilik bilan professional darajada shug'ullanadigan shu yigitlar bilan gaplashsak, ular hozirgi shart-sharoit bilan ular akademiyada, ya'ni sport shkolada o'qib turib bo'lgan shart-sharoitlarni gapirib beradi. Hozirgi kundagi shu oddiy xususiy klub yoki bolalar sport maktabidagi sharoitlar bilan ham solishtirib bo'lmaydi. Hozir futbol oldinda deydi, lekin bizga paytda mehnatkashroq bo'lardigan fikrga kelishadi ko'proq ular nimagadir. Biz harakat qilardik, futbolchi bo'lib chiqishga harakat qilardik deydi. Shu fikrga nima qilasan? Qo'shila olasanmi? Hozir oldin ko'proq mehnatkash, ya'ni futbolni sinf qalbdan sevadigan futbolchilar ko'proq shu paytda chiqib, ularni sen aytgandek Yevropada hali ko'rish olmaganmi yoki hozir unaqa futbolchilar ko'proq chiqyapti va shuni mevasi o'laroq, misol uchun Cityda Husanovlar, Abbos Fayzullaevlar, Shomurodovlar va yana Urunovlar chiqyapti. Qaysi imminni davr kuchliroq deb hisoblaysan o'zing? Hozir kuchli deb o'ylayman. Sababi oldin men professional futbolistlar emas, o'sha o'zimizni bolalar aytaman, sharoitidan kelib chiqib boshqa futboldan boshqa narsalarni ham o'ylashganda, futbolga qatnashib turib, ishimi, pul topishimi masalan. Hozirgi bolalar mana Cristiano Messilarni ko'rib, hozirgi yoshlar yaxshilab shug'ullanib, faqatgina o'sha disiplinani yaxshi ushlab, kerak bo'lsa pitaniyasini yaxshi ushlab, futboldan boshqa narsani o'ylamay yursagina yaxshi futbolist bo'lishi mumkin degan shu futbolistlarni ko'rib katta bo'lgani ham yaxshida. Shuni o'rganyapti shulardan. Oldin ham bo'lgan, o'sha Ronaldo, Zidanlarni ko'rib shug'ullanishgani, shular bo'lgan ko'miri. Bular hozir mehnatkashroq deb o'ylayman. Chunki Yevropa futboli kirib kelyapti, bizga ham baribir shu shkolalar, akademiyalarda ham murabbiylar ham baribir izlanadi, o'qiydi. Va imminni boya gaplashganimizda o'sha 70 minutda charchab qolmaslik uchun ko'proq mehnat, ko'proq shug'ullanish kerakligini hozir bilishyapti deb o'ylayman. Oldinlari umuman katta futbolda ham hozirga qarang, pressing degan oldin kichik yoshi 2002-yildan beri futbol ko'rsam, pressing degan so'z ishlatilmasdi oldin. Hozir pressing, hali qanot himoyachilari hozir futbolda ancha roli, maydondagi roli kuchayib ketdi. Yana qanot futbolchilari hujumga boradi, himoyaga qaytadi. Bitta o'yinchi individual hal qilishi qiyin bo'lib qoldi hozir. Hozir komandniy o'yin, hamma chopish kerak. Hozir mehnat qilmasa qiyin. Umuman основной sostavga kirish. Hozir mehnatkashroq futbolchilarimiz, zarkilar ham. Shaxsan. Endi yana savol bor, muhim savollardan biri. Nima deysan, hozirgi kundagi futbolda, yoshlar futbolida xususan eng katta dushmani bu qaysi faktor? Yoki faktorlar? Ayting, ular bir nechtadir? Birinchisi telefon bo'lsa kerak. Menimcha. Aniq. Wow. Ko'rgan, ko'zim bilan ko'rganim. Bo'sh vaqt bo'lsa bolalar telefonda-da mana o'yiz bilan Samarqandda ham bo'lib keldik. Bolalar to'g'ri qiladigan ishi yo'q-ku, kelyapti-da telefon.
o'yin o'ynayapti, boshqa qilyapti. Undan ko'ra o'yin, futbol haqida gaplashib o'tirishsa yaxshiroqda deb o'ylayman. Gadjetlar, ya'ni zamonaviy gadjetlar. Telefon shu PUBG, shular deb o'ylayman. Dushmani birinchi bo'lib, eng asosiy dushmani ham shu. To'g'ri, telefondan umuman foydalanmasligi iloji yo'q. Hozirgi kunda men shunaqa deb o'ylayman. Hozir bolalar ham telefonsiz bo'lmaydi. To'g'ri, biz paytda maktabga borib telefon tutmaganmiz maktabda. Hozirgi bolalar o'sha telefonsiz tasavvur qilish qiyin-da. Zamonaviy o'sha zamonga qarab baribir telefoni bo'lmasa bo'lmaydi deb o'ylayman. Uni ham foydalanishi o'zini vaqti, o'zini o'rni, foydalanganda ham boshqa narsalar ham bor. Foydali. Internetdan masalan fintlarni o'rganib, oddiy futbolistlarning hayotini mana hozirgi bolalar ham mana Cristiano Messi yo'q deydi. Hammasidan so'rasangiz, lekin misol uchun qaysi yili nechta gol urgan, umuman qanaqa pozitsiyalarda hayoti qanaqa o'tgan, siz hammasi ham bilavermaydi-da. Shularni ko'rsin, Zidan qanaqa bo'lgan, hozirgi murabbiylardan aytsa, Guardiola qanaqa ancha o'tdili, qanaqa o'yinchi bo'lganiki, hozir nimaga kuchli murabbiy bo'ldi. Shularni ko'rib o'tirsa bo'ladi. O'yin o'ynaydi, miyasi faqat o'yinni o'ynaydi. Menimcha futbol o'ynab yurganda ham hozir uyga borib shu PUBG ni o'ynasam, nima ekan, men ham Samarqandda 4 kun yashab o'rganib qoldim men. Kiyimlar olarkanmi, arushalar, emotsiyalar. Ashlar o'ylab yuradi ko'proq deb o'ylayman. Shu o'ynagandan keyin. Birinchi dushmani shu, boshqa nima? Qolgan hamma sharoitlar bor aka. Oddiy shu pitaniyasida ham oldinlari bu darajada hamma narsa dasturda bo'lgan deb o'ylamayman. Shu boya aytgan bolalaringiz ham futbolga qatnashgan, akademiyalarda o'qigan-u, lekin ovqatlanish tizimi hozirgiga o'xshab bemalol vitaminizatsiyalar bunaqa bo'lgan deb o'ylamayman menimcha. Oldingi futbolistlar vitamin ham yemagan-ku. Ana vastanavitelniy. Bunaqa narsalarni eshitmagan, yemagan narsa eshitmagan. Hozir hamma narsa bor. Faqat shu shug'ullanib, mehnat qilish kerak. Mehnat qilib, shu o'ziga maqsad qo'yib, shu bitta narsani o'ylash deganda shuni aytaman. Oldiga bitta maqsad qo'yib, men shu professional darajadagi futbolist bo'laman. Prosta oddiy vaqt o'tkazish uchun emas, shu maqsadda shug'ullansa hozirdan bir narsalar tutsa bo'ladi. Lekin u prosta futbol qiziqligi, ya'ni hozirgi kunda futbol o'ynash yoqadi bir o'g'il bolaga. Prosta futbol o'ynash uchun yurgan bo'lsa, unda qiyin. Ertaga sal qiyinchilik bo'lsa tashlab ketib qoladi deb o'ylayman. Deydi. Undan ko'ra boshqa ish qila qolaman deb ketib qolishi mumkin-da, maqsad bo'lmasa. Oldinga qo'ygan. Mana bitta maqsad bilan shug'ullansa, ana shunda o'zimiz ham mana ko'p ko'ramiz. Masalan, futbolist bo'lish uchun faqat sizlar oldingizga borib 2 kunda bir murabbiy bilan shug'ullangani kamlik qiladi deb o'ylayman. Yoshlarga. Uyda ham individual shug'ullanib, o'zini shunga bag'ishlab hayotini shundagina qanaqadir natijaga erishsa bo'ladi deb o'ylayman. Kam deb o'ylayman. Faqat Cheresden sizlar oldingizga borib shug'ullanib 2 soat shug'ullanib kelgani professional darajaga chiqish uchun kam deb o'ylayman. Shu boyagi gapda yana mehnat va faqat mehnat bilan Citylarga borib o'ynasa bo'ladi. O'zidan o'zi va Husanovga o'xshagan futbolist ekan bu deb olib ketib qolmaydi-da. Hozirgi zamonaviy hayotimizda skautlar mana kelib Husanov ham mana Lansda o'ynaganda borib kuzatishgan-ku. Hozir kelib kuzatishadi. Bir oy, bir yillab kerak bo'lsa kuzatishadi. Ular Yevropaga borib o'ynash uchun hech qanaqa muammo bo'lish kerak emas o'yinchida. Hech qaysi umuman hayotida ham yaqinda kim yozdi, qaysidir shu oldingi Yevropa futbolida o'ynagan bitta futbolist yozdi-da. Di Mariya menimcha o'qidim. Futbolist lishni hayoti deyapti, yo'q deyapti-da, karyerasini tugatguncha.
nima voyenniylarniki aytishadi-yu, shaxsiy hayoti yo'q. Professional futbolistlar ham shaxsiy hayoti ancha qiyin. 2 mahal trenirovka, faqat o'yin, vizlar oson emas. Shularni ham o'ylash kerak demoqchiman hozirgi yoshlar. Bu ko'raveradi televizorda, internetda, va zo'r mashinada yuribdi, zo'r kiyimda yuribdi. Oson emas bu darajaga chiqish. O'zidan o'zi unaqa katta oylik o'zidan o'zi to'lamaydi Yevropada ham. Shuncha mehnatiga yarasha to'lanadi. Endi sekin Yevropa futboliga qarab o'tsak-da, yo'nalish tomonga o'zgartirib yoshlar futbolida ozgincha Yevropa futboli haqida suhbat qilsak, keyin bliz savollarimiz bor, ularga javob berib o'tsang. Demak, shu haftada kelayotgan haftada Chempionlar Ligasi bor o'yinlari, to'g'rimi adashmasam? Asosiy o'yinlar sifatida qaysi o'yinlar ko'rilyapti? Yoki kelmi misol uchun Endi Real hozirgi holatda deyarli chiqib bo'lishdi-da. To'g'rimi? Endi 5 ta tur bo'ldimi? Oxirgi turlar 4 ta qoldi. tur bo'ldi, 5 ta. Nega 8 ta-ku? 8 ta. Mayli gruppadan chiqsa kerak endi. Har holda hozir 8 talikda. Ana 16 ta gruppa, 16 ta komanda chiqadi-ku. Oxir oqibatda faqat Real ko'z bilan muxlis sifatida emas, Real ko'z bilan qaraganda bu yil Chempionlar Ligasini kim oladi deb o'ylaysan? Endi hozirdan kelib chiqib hozirgi davrdagi o'yinidan kelib chiqib aytishim mumkin-da. Hozir kim Arsenal chempion nimasi yarim finalda aytaman 4 ta. Arsenal, Bavariya, Barselona, City bo'lsa kerak. 4 ta yarim finalchilar. PSG ham bor. Hozirgi kunda kuchli o'ynayotganlardan, lekin shu imini Fransiya chempionatida qatnashgani uchun o'tib ketadi hammadan PSG 10 ochko, 12 ochko. Lekin bu yil unaqa emas, PSG ishlari yaxshi emas. Hozir Lens-ku birinchi o'rinda Fransiyada. Endi o'tgan yilgi chempionda, shu yilgi chempioni menimcha bu yil o'zi Zidane Real bilan 3 marta olganda trenerlikdan ketgandan keyin aytganda, hani endi bilasizlar nimaga Real 3 marta chempion bo'lganini hamma gapirishini deganda, qiyinligini aytmoqchi bo'lgan, ketma-ket olish. Bilib bo'lmaydi, PSG o'tgan yil ham bahorga kelib kuchayib ketgandi PSG. Balkim bu yil bu mavsum ham shunaqa bo'lishi mumkin. Luis Enrique ham yaxshi murabbiy deb o'ylayman, kuchli. Ispaniyada kimni ko'proq omad chopadi deb o'ylaysan? La Ligada hali Jo'jani kuzda sanaladimi? La Ligani bahorda. O'zi endi bitta men muxlis sifatida hamma biladi-yu, Real bahorda yaxshi formaga kiradi, lekin hozir bo'layotgan ishlar nimagadir menga sal yoqmay turibdi-da. 3 ta mana durang ketma-ket La Ligada 5 ochko oldinda edi. El Clasico'larni yutib, hozir mana 5 ochkolik farq. Endi teskarisiga 4 ochko bo'ldi. Mana kechagi mag'lubiyat. 4 ochko endi ortga qoldi. Barselona nabarot formaga borgan sari boshida sentyabr-oktyabrda o'yini chiqmay turgan o'yinchilar ham yaxshi o'ynab ketdi yani. Flick nima deymiz, Flick ham gap yo'q, Barselonani kuchaytirib yubordi. Xavi xuddi shu menimcha hech kim o'zgartiribdi. Olmo kelganmi Barselonada ham? Flick o'zgartirib yubordi Barselonani. Qoyil. O'tgan yil ham asosiy da'vogarlardan edi. Inter bilan o'yinda ozgina bilmayman. Inter menimcha hayot-mamot o'yinini o'ynab yubordi-yu, shu ikkita o'yinda. Barselonani chiqarib olgan o'yini bor. Bo'lmasa finalda, ko'pchilik finalda ko'ryapti-da. O'tgan yil ham. Ko'ramiz bu yil. Hozirgi shu dekabrgacha bo'lgan o'yinlardan kelib chiqsak, shu komandalar kuchli deb o'ylayman. Men Arsenal deb tursa, mana Arsenal ham sekin mana yana o'sha eski Arsenalni ko'ryapmiz. Ana 8 ochko oldinda borib chempionlik berib qo'ygan-ku. Endi yana shu mana shu kuni
Aston Villaga yutqizib qo'ydi, Arsenal 2-1 yutqizib qo'ydi. City yutdi. Sekin yaqinlashyapti City. Ertaga bahorga borib play-offlar boshlanganda Arsenal Liga Chempionlar play-offlari boshlanganda Arsenal ham tushib ketib qoladi deb o'ylayman. Mana shu 2-3 o'yindan kelib chiqsak. Lekin o'yini zo'r. Arsenal o'yini yoqyapti menga. Haqiqatda dominant futbol qurgan Arteta. Ko'ramiz, ular ham balkim o'zini kuchini to'g'ri baholab bahorda boshqa o'ynavar Arsenal ham. Ko'ramiz. Demak, endi bliz savollarimiz bor. Bliz, ya'ni savollar va tez javoblar bo'lib ketadi. Xo'p, hozirgi kunda trendga aylanib borayotgan futbolchilar o'rtasida tanlovi qilib ketaverasan, ha? Aytib ketaveraman, ketma-ketligini. Bo'lmasa boshladik, tayyor bo'lsanglar. Real Madrid futbolchilaridan tashkil topgan anaqalarni beraman, savollarni. Jamoa. Xo'pmi? Ramos yoki Pepe? Ramos yoki Marcelo? Ramos yoki Carvajal? Pozitsiyasi boshqa Ramos yoki Roberto Carlos? Ramos. Ya liderligi hisobiga. O'yini tomonlama ham bir-biridan katta farq qilmaydi. Liderligi menga Roberto Carlos va bunaqa lider bo'lmaganda. Ramos yoki Luka Modric? Modric yoki Kroos? Toni Kroos yoki Gareth Bale? Kroos. Toni Kroos yoki Karim Benzema yoki da Cristiano Ronaldo? Cristiano. So'zsiz lider, ha? Demak, o'yini ham kuchli Benzemadan. Haligacha mana mingta qilaman deb ketyapti-yu. Kuchli Ronaldo. Hozirgi kundagi men shu boya gaplashganimizda futbolni umuman futbolga bo'lgan fikrni futbolistlarni futbolga bo'lgan fikrini o'zgartirib yubordi deb o'ylayman. Oldin mana ko'p o'qiganmiz. Shu braziliyalik Ronaldoni o'qiganman. Ichib ham ertasi kuni o'yinga borib, o'ynab, shunaqa yurganlarini o'qiganman-da. Bular umuman o'zgartirdi futbolga bo'lgan qarashlarni. Muxlislikni ham boshqa darajaga olib chiqib qo'ydi. Futbolistlikni ham dunyoni ikkiga bo'lib yuborishdi. Futbolistlar ham hozirgi mana yoshlar 18-19 yoshda o'ynayotgan futbolistlardan so'rasangiz, shu Ronaldo yo Messi deyishyapti-da o'sha. Hali ketishmadi yana futboldan bilmayman ketsa. Qanaqa bo'ladi? Ketgandan keyin ko'proq bilinadi-ku o'zi, qanaqa bo'lgani. Endi o'zing xohlagan ikkita jamoani tuzishga imkoniyat beramiz. Bu har qanaqamiz sonimiz ko'rsatamiz, intervyu sonini oxirida so'ngida beriladigan savollar. Ikkita terma jamoa, ya'ni O'zbekiston terma jamoasi va o'zing yulduzlardan tashkil topgan terma jamoani tuzib chiqsan o'zing uchun. Ya'ni deylik Real Madrid muxlisi sifatida o'zing birinchi boshiga taktika tanlab olsang, qaysi sxemada o'ynaysan? 4-3-3 hujumkor o'yin tarafdoriman. Darvozabon Casillas, o'ng tomon himoyachi. O'ng tomonda. Tak, o'ng tomon. Xohlagan futbolchilarni olib qo'yish mumkin. Dunyodagi xohlagan. Aynan realchi bo'lish shart. Carvajal bo'ldi qolsin. Chap tomondan. Prime davri olinadi-da, to'g'rimi? Prime davri, albatta. Roberto Carlos Va ikkita markaziy Ramos, Van Dijk bo'la qolsin. Ramos va Van Dijk. 3 ta yarim himoyachilar. Zidane, bittasi, Kroos. Kim qo'yamiz? Hamma bo'lsa bo'ladi, Realdan bo'lish shart emas, to'g'rimi? Messi bo'la qolsin. Va 3 ta hujumchi sig'i. Chapda Cristiano, o'rtaga braziliyalik Ronaldo va o'ndan
pozitsiyada o'ynasa kerak, to'g'rimi? Neymar. Neymar mana o'ynaveradi. Bo'lmasa Ronaldo o'tib oladi, ular almashma o'ynayveradi. Demak, endi O'zbekiston terma jamoasi. O'zbekiston terma jamoasi birinchi sxema tanlab olsak, qaysi sxema? O'zbekiston zamonaviyda o'ynasin, anu 3-5-2 bor-ku. 3-5-2. 5 ta himoyalanayotganda 5 ta himoya, hujumga chiqayotganda 5 ta yarim himoya bo'lsin. Lekin to'g'risi oldin uncha ko'p o'zbek futbolini ko'rmasdim. Men Super ligalarida shunda to'g'risincha tanimayman men. Hozirgi faqat hozirgi sostavni joy-joyiga qo'yib berishim mumkin. Darvozabon kimni qo'ygan bo'lardi? Nesterov. Ignatiy Nesterov. O'ng tomondan. Men shular bilmayman, ana Ismoilovmi da sochini. Anzur Ismoilov. Anzur Ismoilov shuni qo'ygan bo'lardi. Chap tomondan. Yaxshi. Ana Denisov. Igor Denisov. Ikkita himoyachimiz. Bitta himoyachimiz, ya'ni hozir anaqami? Sentr Husanov. Ketdi yarim himoyachilar. Ya'ni ikkita himoyachi Denisov baribir qo'shiladi, ya'ni ham yarim himoya ham 3-5. Odil Ahmedov. Odil. Genrix. Jeparov. Ikkita qanotdan chopishga kim bor sizdan? Skarashnoyroq bu kimda? Ikkita qanotga. Oston O'runov, Fayzullayev, Masharipov. Abbos o'ngga, Masharipov chapgada. Ya ikkita hujumchimiz. Hamma trenerlar Abbos o'ngga qo'yaveradi, qiynalsa ham. Bizlar ham qo'yardik-da endi. Ikkita hujumchi? Shomurodov. Ostonda. Hozirgi formasida kelib chiqib. Endi men eski hozir buni ko'rib ko'pchilik kommentariyalardan yozish mumkin. Men prosta eski O'zbekiston sborniy o'yinchilari hozir men oldin uncha ko'rmasdim, to'g'risi. Faqat shu sborniy o'ynaganda ko'rardim. Ito bilmayman nimaga har doim bizlar sborniy o'ynasanu ismi yo'q. Faqat nomerli da o'ynaydi-yu. Bilmayman nima unaqa o'ynaydi. Hali-haligacha shunaqada. Shundan tanimagan ekanman. Hozir mana oxirgi to'g'risi oxirgi 2 yildan beri Super ligani ham kuzatib boryapman. Har xil o'zbek futboli haqidagi podkastlari ko'rib ancha qiziq tuyulyapti hozir. Oldin Paxtakor chempion bo'lardi. Qiziqmagan ekanman-da. Hozir mana bu yil ayniqsa zo'r bo'ldi. Yangi sezon umuman zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Super liga Andijonga Ismoilov bo'ldi, Navbahorga Kapadze, Andijonga anaqa Babayan bo'ldi, Navbahorga Kapadze, Neftchida Ismoilov. Zo'r. Vodiy klublari yondiryapti. Vodiy futbolimiz shu borib sekin Vodiy ko'chib ketdi. Muxlislar ham Vodiy futboli o'zi muxlislik tomonlama birinchi mana yorishdi-yu. Endi mana klublari ham muxlislari ketidan ular ham shu bomba bir narsa qilishmoqchimi deyman-da. Ana 3 ta kuchli murabbiy tayinlashdi. Endi bu murabbiylar ham o'zini ko'rsatsa kerak deb o'ylayman. Ulardan tashqari baribir xohlaymiz yo'qmi Paxtakor ular ichida bo'ladi. Chempionlikka da'vogar demoqchiman. Nasaf bor. Yaxshi bo'ladi Super liga ham. Menga o'xshab faqat Yevropa futbolini ko'rib yurganlarga maslahat beraman, ko'rishsin. Yaxshi o'yinlari zo'r. Men 2-3 ta o'yin ko'rdim, to'g'ri endi. Yevropa bilan solishtirsa sekin-duru. Lekin ancha nima deydi? Raqobatbardosh bo'lgan klublarimiz. Mayli. Suhbat uchun kattakon rahmat, Mansur. Kelajak ishlaringga omad. Farzandlaringni buyuk futbolchi bo'lishligini senga ham menga ham nasib qilsin ko'rish. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin va barchaga omad tilab qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.